Yunusobod 12-kvartal metro Turkistonni shunday yonida joylashgan ikki xona birinchi qavat kvartirani video obzorini qilgani kelganimizda joylashgan joylarini aniqroq tushuntiradigan bo'lsam, metroyimizning o'zini ko'rinishi, bu tarafimizda dom, daraxtlar orqasidan yaxshi ko'rinayotgani yo'q. Petushok chorrahasi bu yerda joylashgan, Megaplanetga taxminan 500-800 metr oralig'ida bo'lgan joyda. Yo'l yuzida joylashgan ikki xona 62 kvadrat yangi remontli kvartira, qolganini kadr orqasidan har doimgidek ko'rsatib, tushuntirib ketaman ketdik. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, birinchi qavatda joylashgan 62 kvadrat metr umumiy maydonga ega, shunaqa katta prixoshkalari bor, prixoshka shkafli qilingan. Uni yonida совмещенный sanuzelimiz, xonalarimizga keladigan bo'lsak, разделенный holda. Xo'sh, to'g'rida zalimizda joylashgan 2 ga 6 balkonimiz bor. Balkonimiz 2 ga bo'lingan, bir qismi zalda ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qismi u tarafda kuxnyada. Hozir spalnyani ko'rib o'tamiz. Spalnyamiz ham kattagina. Bemalol mebellari sig'adi. Bu tomonimizda kuxnya joylashgan, zona gotovki va yuqorida aytib o'tilgan balkonimiz ikkinchi qismi. 2 ga 3 xolodilniklarning joyi, yangi mebelli garniturlar qo'yib ketilgan. Xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek kommentariyda o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringlar uchun bo'lsa rahmat.